Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xudo xolisa, mana Oxay Akademiya yapon tili darslarimiz yangi ko'rinishda davom etadi. Endi darslarimiz ko'rinishi sal o'zgaradi. Endi o'zimni sal jonli chiqishga harakat qilaman. Boshida ozroq uyalganman. Shuning uchun ko'p chiqmaganman. Asosan ekranni share qilib turib o'tganman. Endi darslarim jonli bo'ladi. Boshida oxirida o'zim chiqaman va xuddi kanji darslarimizga o'xshab, ya'ni buni ham qo'lda yozib tushuntiraman. Xullas chiqarib kelganman. Sana bir dunyo narsa uchun vaqtim ketdi ham, mayli. Endi shuni oxirigacha yetkazaylik. Hech bo'lmasa N4 darslarini YouTubedan kimdir o'sha tekinga o'rgana oladigan darajada qilaylik deb harakat qilyapmiz. Bu uchun bizga hech kim pul to'lamaydi. Lekin o'sha Yaponiyaga baribir qiziquvchilar ko'p, o'shalarga bir tartibli darslar qilish maqsadida endi boshlaganmiz. Shuni oxiriga yetkazaylik deb harakatdamiz. Sizlardan o'sha talab, kanalimizda maksimal ulashing, maksimal kommentariy yozing. Bu narsa juda ham muhim ekan. Men ham YouTube kanal ochganimdan keyin bildim. Siz kommentariyangiz, layklaringizga qarab, videongizni qolganlarga nima rekomendatsiyaga chiqarar ekan. Shuning uchun juda ham muhim. Demak, 19-darsimizni boshqacha ko'rinishda boshlaymiz. Demak, fe'llarning ta shakli. Azizlar, biz yana fe'llarning ta shakli, ya'ni bundan ham ko'p shakllari bor. Bugun sizlar bilan ta shaklini o'tamiz. Shu paytgacha bir nechta shakllarni o'tib keldik. Yana bundan keyin ham bor. Yana xushlanishdan ta shakli nima degani? Yapon tilida o'tgan zamon fe'llaridan gap o'rtalarida yoki boshqa grammatik strukturalarni tuzishda ta shakli, ya'ni takei deyiladi. Takei, mana kei deb o'qiladi. Takeidan foydalaniladi. Tushuntira oldimmi? Demak, ta shaklini yasashni o'rganamiz, keyin uni gaplarda qo'llashni o'rganamiz. Ketdik. Demak, fe'llarni biz 3 ta guruhga bo'lib olganmiz. Birinchi guruh, ikkinchi va uchinchi guruh. Demak, har bir guruhdagi fe'llar ta shakliga qanaqa o'tadi, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi guruh fe'llar quyidagi fe'llar bilan bilamiz. Bularni ta shakliga o'tkazish uchun azizlar te shaklini o'tuvdim sizlar bilan. Xuddi te shaklini o'rnida bir xil bo'ladi, faqat ten o'rniga ta qo'yasiz. Ya'ni kaki emas bo'lsa te shakli esa kaite bo'ladi. Endi bu kaita bo'ladi. Ikki emas bo'lsa itte bo'ladi, itta bo'ladi. Oyogimas bo'lsa, qarang, e'tiborli bo'ling. Oyogimasning te shakli oyoide bo'ladi. Endi bunda oyoida de daga o'zgarar ekan. Qarang, o'sha yerda ham ya'ni bog'liqlik joyi bor. Nom emas, non deydi, anaqasi te shakli, bu anaqasi ta shakli non da bo'ladi. Yob emas, te shakli yon de bo'ladi, yon da bo'ladi ta shakli. Kayr emas, kayte bo'ladi, anaqasi te shakli kayta. Tushunyapsizmi? Ya'ni mana shu o'rniga mana qarang. Tan o'rniga te, dan o'rniga de qo'yib chiqsangiz, buni te shakli bo'ladi. Ya'ni te shaklini yasashni o'rgangan bo'lsangiz, demak ta shaklini ham yasashni o'rgangan bo'lasiz. Demak, ikkinchi guruh fe'llari, birinchi guruh fe'llar tushunarli. Yana ham aniq bilib olishingiz uchun hozir yana bitta ko'rsataman. Bundan keyingi slaydda yana ham tushuna olasiz birinchi guruh fe'llari. Ikki oson. Ikkinchi guruh fe'llari mast o'rniga ta qo'yamiz, bo'ldi. Ya'ni nima? Ta xullas. Tab emas, tabita. Ok emas, okita. Kar emas, karita. Or emas, orita. Xullas. Tushuntira oldimmi? Uchinchi guruh fe'llari. Ya'ni ikkinchi guruh fe'llarda mast o'rniga ta qo'yarkansiz, bo'ldi. Uchinchi guruh fe'llar kemas, shemas, binkochmas, sampochmas va hokazo. Bu ham ko'p. Uchinchi guruh fe'llari asosan shemas bilan kemas. Demak, bunda ham mast o'rniga ta qo'yarkansiz, bo'ldi. Osongina. Ya'ni hech qanaqa bunda anaqa kemas o'zgarmaydi, qanaqadir nay shaklida masalan konay bo'ladi yoki ru shaklida, lug'at shaklida, jishokida kuru bo'ladi. Lekin kemas kita bo'ladi, bo'ldi. Shemas shita, binkochta, sanpochta. O'zi bu tag shaklining ma'nosi nima desanglar, yuqorida aytdim-a, fe'llarni o'tgan zamondagi holatini gaplarning o'rtada qo'llashda. Ya'ni bular azizlar hammasi bu ish harakatni bajarilganligini ifodalaydi. Masalan, Dubay fe'lni olaylik. Kak emas, yozmoq, Kayta bo'lsa bu yozdim bo'ladi. Lekin biz bilan qanaqa o'tdik? Kaki mashita. Kaki mashita bo'lsa yozdim bo'ladi. Xuddi shuni ikkinchi varianti kayta. Ikkalasining farqini
bundan keyingi darsda 20 yo 21-darsda tushuntirib beraman. Ungacha buni biling ma'nosi, ya'ni mana shu ish harakat bajarilganligini bildiradi. Masalan, tabita bo'lsa yegan, tabiiy emas yemoq, tabita bo'lsa yegansiz. Ham bu yeb qo'ygansiz, bu nima deydi? O'sha nimadir yegansiz. Ish harakat yakunlangan. Yoki emas ko'rmoq, mita, ko'rdim. O'zi ko'rdim, ko'rding, ko'rdilar farqi. O'sha ko'rilishi kerak bo'lgan narsa ko'rib bo'lindi. Ya'ni ta shakli fe'lning o'tgan zamon shakli, ya'ni ish harakat bajarib bo'lingan shaklini ifodalar ekan. Lekin endi buni grammatik anaqalar bilan ko'rib chiqamiz. Undan oldin birinchi guruh sal tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shani bitta tushuntiraman mana. Agar masdan oldingi tovush ichli bo'lsa, kichkina tusi ta bo'ladi. Masalan, katta, modda, kaytda va hokazo. Agar masdan oldingi tovush bi, mi, ni bilan tugasa, da bo'ladi. N, da bo'ladi. Agar masalan masdan oldingi tovush ki, gi, chi bilan tugasa, mana shuni qo'lla bo'ladi. Uzr, mana ki bilan gi bo'lsa, masalan ida, ita, ida bo'ladi. Shi bilan tugasa shita bo'ladi. Ikki emas bo'lsa itta bo'ladi. Bu sal istisnoli holatida, mana buni holat edi mana. Mana shu jadvalni rasmga tushirib qo'ysangiz, bu tez shakli bilan bir xil. Demak, aziz do'stlar, ta shaklini tushunib oldik, fe'llarning ta shaklini tushunib oldik. Endi biz sizlar bilan grammatik joylarni o'tamiz. Azizlar, darsimizda sal o'zgarish bo'ladi. Keyingi slaydlar ham chiroyli va bunaqa ranglarda bo'lishi kerak. Yo'q, afsuski sizlarni xafa qilaman. Demak, aziz do'stlar, 19-darsimizdagi ikkinchi grammatik struktura fe'lning ta shakli kotoga arimasu. Ya'ni bu grammatik struktura nima deydi? Fe'lni ta shakli kotoga arimasu. Qarang. Ushbu grammatik struktura o'tmishda biror narsani tajribadan o'tkazganligini, hayotda bir marta bo'lsa ham qilib ko'rganligini ifodalashda ishlatiladi. Masalan, men Yaponiyaga borganman. Siz umringizda bir marta Yaponiyaga borgansiz, o'shani aytmoqchisiz. Yoki men Yaponiyaning masalan sushini yeb ko'rganman. Yoki men bitta tog'ga borgan, o'ta bitta mashhur tog' bor, o'sha yoqqa chiqib ko'rganman. Yoki men nimadir qilib ko'rgansiz, hayotingizda hech bo'lmasa bir marta bo'lsa o'sha ishni qilib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani tajriba sifatida kimgadir aytayotgan vaqtda aynan mana shu grammatik strukturadan nima qiladi? Foydalaniladi. Endi keling bitta gaplar bilan ko'raylik. Demak, gaplar bilan ko'radigan bo'lsak, azizlar, qarang. Endi qarang. Salman silib ketdi. Qarang endi. Ya'ni fe'l o'sha ta kategoriya emas, grammatikasi. Qarang. Men, shaxsan men o'zim haqimda, men sushi yeb ko'rganman. Men Yaponiyani sushisini mana yeb ko'rganman. Bu real o'zimda rasmim. Ya'ni mualliflik huquqi bo'lsa ham zo'r bo'lsin deyapman. O'zimni rasmimni qo'ydim. Xullas qarang. Bu nima degani qarang. Watashi men degani, watashi wa sushi o men sushini tabita koto ga arimasu. Ya'ni men sushini yeb ko'rganman. Hayotimda bir marta bo'lsa ham, mayli. Ko'p marta bo'lsa bu u boshqa narsa. Lekin hech bo'lmasa bir marta bo'lsa ham yeb ko'rganligimda aytayotgan paytim, mana shu ta koto ga arimasu nima grammatik strukturasidan foydalanaman. Watashi wa sushi o tabita koto ga arimasu. Ya'ni fe'lni tabimas degan fe'l bor emas. Tabimas degan fe'l bor. O'shani ta shakli tabita koto ga arimasu. Tabita koto ga arimasu. Ranglarga bo'yaganim sababi bu koto alohida bitta so'z, mana ga qo'shimcha sifatida ko'riladi va arimas nima? Fe'l. Ya'ni aro, ya'ni bor bo'lmoq degan fe'lda nimasi. Endi keyingisi qarang. Endi men Yaponiyaga borganman. Borib ko'rganman, farqi yo'q. Nima demoqchiman men? Yaponiyaga borib ko'rganligimni aytmoqchiman. Bo'ldi. Ya'ni Yaponiyaga bir marta borganman degan ma'noda gapni aytmoqchiman. Unda ham aynan shu ta koto ga arimasu degan strukturadan foydalanaman. Masalan, watashi wa nihon itta koto ga arimasu. Ya'ni men Yaponiyaga borganman. Watashi wa nihon itta koto ga arimasu. Ya'ni bu narsa sizga savol sifatida ham berilishi mumkin. Nihon itta koto ga arimasu ka desa nima bo'ladi? O'zi sizdan so'rayotgan bo'ladi. Hay, itta koto ga arimasu. Ha, borganman. Hay, nihon itta koto ga arimasu deb mana shu javobni
bersangiz bo'ladi. Ya'ni bu sizni Yaponiyaga bir marta bo'lsa ham borganligingizni nima qiladi? Birovga ma'lumot sifatida aytayotganingizni ifodalaydi. Demak, tushunarlizlar. Keyin o'sha boshqa grammatika o'taman. Ya'ni ta kategoriya emas, fe'lni ta shakli, ya'ni fe'l ish harakat nomini bildiruvchi, ya'ni qilmoq, nima qilmoq, so'roqlarga javob bo'luvchi so'zni o'sha ta shakli bilan kategoriya emas. Ya'ni nimadir ishni qilib ko'rganman. Ya'ni bolaligimda nimadir qilib ko'rganman. Yoki nimadirga borganman, chiqqanman, yeb ko'rganman, ichib ko'rganman. Ko'p qo'llaymiz hayotda. Mana shu narsalarni nima deydi? Ifodalashda aynan mana shu grammatik strukturdan foydalaniladi. Demak, keyingi mana qarang, rasmga qarang, Yaponiyaga borganman. Mana Yaponiyada o'sha Shibuyadagi Hachikoni oldida rasm tushganman, o'sha rasmim. Ya'ni bu Yaponiyaga borganligimni qaysiman nima qiladi? Isbotlaydi. Demak, keyingi grammatik strukturamiz azizlar, zo'r grammatik struktura, lekin juda ko'p qo'llanilavermaydi, lekin zo'r. Tarish emas. Nima degan? Ta bu fe'lning ta shakli, unga ri qo'yasiz. Yana bitta fe'lni o'rtaga virgul qo'yib, yana bitta fe'lni ta shakli ri qo'yib shemasangiz, o'sha ish harakatlarini nima ketma-ket aytishda ishlatiladi. Tarifi bor. Ushbu grammatik shakl bir nechta ish harakatlarini misol qilib sanab o'tish uchun ishlatiladi. Odatda ba'zan qilaman, ba'zan buni qilaman, ba'zan buni qilaman yoki qilaman va hokazo degan ma'noni beradi. Tushundira oldimmi? Mana 3-grammatika. Tarish emas. Ya'ni shunaqa grammatika bor. Masalan, ittari, qaytari, borib, kelish. Masalan, hozir misollarda ko'ramiz aslar. Demak, misolga e'tibor bering. Demak, qarang. Tarish emas. Qarang. Har kuni kechasi men televizor ko'raman, kitob o'qiyman. Mana shu ishlar harakatini sizga aytishim mumkin. Shunaqa ishlar qilaman. Har kuni men kechasi televizor ko'raman, kitob o'qiyman. Shu ishda ketma-ket ba'zan qilaman, ba'zan qilmayman. Doim emas. Shunaqa ishlar qilaman. Televizor ko'raman, kitob o'qiyman deb bosh ohangda gapiramiz-ku. Xuddi shunga tushadi mana. Maiban degani har kuni kechqurun. Maiban terebi o mitari. Hon o yondarish emas. Oxirida shemas aniq bo'lishi kerak. Ya'ni har kun kechasi televizor ko'raman, shu kitob o'qiyman, shular qilaman deb shunaqa ohangda aytamiz. Ularni ba'zan qilmay ham qolishi mumkin, lekin asosan shunaqa ishlar qilaman. Masalan, balki kimdir faqat kechqurun ko'chaga chiqib ketadi. U ko'chaga chiqmaganda shunaqa ishlar, ya'ni bu degani men paka uyda bo'laman degan ma'noda beradi. Keyingisi qarang. Har kuni kechasi televizor ko'raman, kitob o'qiyman. Mana shuni o'zbekchasini yozish esdan chiqib ketibdi. Nima degaman? Yaponchasini ko'ramiz. Mainichi tegami manbaslar. Shuni yozib qo'ying. Tegami xat degani. Ongaku o nima? Kitari o shimasu. Ya'ni har kuni kechqurun xat kaytari, ya'ni yozaman, ongaku kitari, ya'ni qo'shiq eshitaman. Demak, azizlar, tushunarli bo'ldi. Ikkinchi gapimiz, ya'ni mainichi tegami o kaytari, ongaku kitari shimasu. Ya'ni har kuni kechqurun xat yozaman, ya'ni qo'shiq eshitaman. Shunaqa ishlarni qiladi. Aslida endi bundan bilingki, bu odam qo'shiq eshitar ekan, ba'zan va xat yozar ekan. Ko'p kimgadir xat yozar ekan. Endi uchinchi gapimizga qarang. Har kuni yapon tilidan dars qilaman, kompyuter o'ynayman. Endi bu 6 oylik yo 1 yillik kursga qatnayapti, shu dars ishlarni qiladi. Shuni kimgadir aytmoqchi. Mainichi nihongo o benkyou shitari, pasakonde asondari shimasu. Tushuntira oldimmi? Har kuni kechga dars qilaman, kompyuter o'ynayman, shunaqa gaplarni aytyapti. Balkim bir kun kompyuter o'ynamas. 2 kun o'ynamas. 3-chi kun, lekin u umuman olganda shunaqa ishlarni qiladi. Masalan, ba'zan buni qilaman. Ya'ni bu har kuni zetda, ya'ni aniq shuni qiladi. Masalan, har kuni borgan paytda u dars qilib o'tirgan yoki kompyuter bilan o'tirgan bo'lishi mumkin emas. Balkim bu bir kun qo'shiq eshitib o'tirgan bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olganda mana shu ishni ko'proq qiladi. Kompyuter o'ynash bilan yapon tili darsi ko'proq qilgani uchun shu ishda asosan, ya'ni asosiy fonda gapirayotgan vaqtda aynan nima? Mana shu strukturadan foydalanadi. Tarish emas, asosan shu. Anaqa qo'llashni bila oldingiz. Masalan, fe'lni ta shakliga ri qo'yasiz, tarish emas. Va hokazo, masalan, mitari, yondari, keitari, kitari, binkyou shitari, asondari. Ya'ni ta shakli bilan qo'llab ketaverasiz. Demak,
Keyingi oxirgi strukturamiz bu tashakkuk o'tdik. Bunga anaqasi yo'q. Qarang, 4-gap strukturamiz azizlar. Ku yoki ni narimashta. Bu nima degani? Bu asosan ot, isfat, nasfat va ot. Bizda mana shu 3 ta narsa bor. Isfat bor, nasfat bor, ot bor. Ana shu otlarni narimas fe'li bilan bog'lash, ya'ni narimas degan bizda fe'l bor, bo'lmoq degan fe'l. O'sha otni narimas degan fe'l bilan bog'laganda qanaqa bog'laymiz? Mana shu haqida gap ketyapti. O'zi bog'lash bizga nima uchun kerak? O'zi bog'lashimiz shartmi? Ha, shunaqa gaplar kerak bo'ladi, tuzishimiz kerak bo'lib qoladiki, narimassiz bo'lmaydi, mana shu fe'lsiz bo'lmaydi. Masalan, Sega takay degani bo'yi baland degani. To'g'rimi? Bo'yi baland degani. Endi bo'yi baland bo'ladi. Bo'yi baland bo'ldi. Ha? Masalan, bo'ying o'sibdi-ya, endi o'smoq boshqa gap. Masalan, bo'ying baland bo'libdi-ya deb kimga aytmoqsan, ya'ni Sega takay narimas bo'lmaydi azizlar. Sega takay narimas bo'lmaydi. Endi qarang. Qoida. Agar isfat bo'lsa, mana bu nima isfat? Isfat. Agar isfat bo'lsa qoida. Isfatlik so'zni narimas fe'l bilan bog'lagan payti i'ning o'rniga nima qo'yamiz? Ku qo'yar ekanmiz. Ya'ni nima bo'ladi? Masalan, Abdulloh kunva, ya'ni Abdulloh kunva Sega takaku narimashta. Mashta nima bo'ldi? Ish harakat o'zi nima? Sodir bo'ldi. Ya'ni Abdullohda bo'yi baland bo'ldi. Bu qachon aytiladi? Masalan, sizning ammangiz, jiyaningiz bordi, bir 2 yoshli, ko'rmadi, bir 5 yil ko'rmadi yoki 2 yil ko'rmadi, yoki 1 yil ko'rmadi. Shunda ikkisi Abdullohning bo'yi baland, hozir o'sibdi. Shu paytda Sega takaku narimashtane deydi. Ya'ni o'zi bo'ying o'sdi degani. Ya'ni shunaqa holatda ishlatiladi. Endi keyin, bu holatda sal tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Men buni zo'r tushunasiz. Endi ginki qanaqa so'z? Bizada nasfat. Ginki na. Nasfat. Nasini qo'ymadi. Ginki nasfat. Narimas bo'lmoq. Sog'lom degani ginki bo'lmoq. Sog'lom bo'lmoqni qanaqa bog'laymiz? Ginki narimas bo'lmaymiz. Ginki ni narimas bo'ladi. Narimashda, ya'ni bo'ldi. Endi narimasni tutaverasiz. Narimas bo'lmoq, narimashda bo'ldi, narimasin deyishda bo'lmadi. Keyingisi nima edi? Xullas mana shunaqa zamonlarga tushib ketaverasiz narimas fe'lini. Zamonlarga tutashni o'rgatganman. Endi qarang, Yamada bu nima edi? Yamada degan yapon. Buni nimasi bor? Yamada. Mana Yamada bu yapon ism. Yamada-san yapon o'sha odam. Yamada-san wa genki ni narimashita. Ya'ni Janubiy Yamada sog'lom bo'ldi. Nima edi? U kasal edi. Bir hafta kasal bo'lib yotuvdi. Ha? Keyin siz kimgadir aytmoqchisiz. Yamada-san wa genki ni narimashita-ne. Ya'ni Yamada-san sog'lom bo'ldi, ya'ni tuzaldi degan ma'noda ishlatilinadi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni sog'lom bo'ldi, genki ni narimashita. Yoki ertalab ishga bordingiz, shunaqa uyqusirab, lanjsiz. Bitta kofe ichdingiz, nima bo'ldi? Genki ni narimashita bo'ldingiz. Ha? Ya'ni sog'lom, ya'ni o'zingiz tetik bo'ldingiz. Ya'ni sog'lom, tetik degan ma'nolarda ham ishlatiladi-ku. Ya'ni yosh qari insonlarga genki deska deydi-yu, ya'ni sog'lommisiz, ya'ni hali baqqotmisiz degan ma'noda. Xuddi shunday genki ni narimashita, ya'ni sog'lom bo'ldi. Endi uchinchisi, nisay nima edi bu? Nima edi bu qiladi? Nisay bu nima? Yosh degani. 2 yosh degani. Yaponda 2 yosh nisay deyiladi. Narimas bo'lmoq. Endi 2 yosh bo'ldi desa nima bo'ladi? Bu holatda ham bu nima? Nisay. Bu nasfat emas. Bu ot bo'lganligi uchun ham bu ne qo'yiladi. Bizda o'zi qoida bo'lyapti, doim nasfat bilan ot doim nima? Bir xil qo'shimcha oladi. Mana isfat o'zi bir ugaga o'xshab bir o'zi alohida nima oladi? Qo'shimcha oladi. Ku ni narimas. Bo'ldi. Ya'ni narimas bilan bog'laymiz. Masalan, o'zingiz tanishtirayotganda, "Nansay deska" desa, masalan, necha yoshdan desa, masalan, bu yil 27 yosh bo'ldim. Kotoshi nijunana sai ni narimashita. Bo'ldim. Yoki bo'laman. Nijunana sai ni narimas bo'laman. Mana shunaqa narimas fe'li juda ham ko'p ishlatilinadi. Asosiy qoida. Isfat bilan bog'laganda ku bilan bog'lab ketasiz narimasni. Nasfat bilan ot bo'lganda ni bilan bog'laysiz. Bu muammo yo'q. Nani qo'ymaysiz. Mana genki nani bo'lmaydi. Genki ni narimas bo'ldi. Narimashita. Endi bu hammasiga mashta qo'yibman, sal xato qilibman. Ya'ni bo'ldi bo'lib qolibdi. Ya'ni bo'laman. Yoki nimadir bo'lmoqchiman, zo'r. Kelajakda kim bo'lmoqchisan desa, masalan, biznesmen bo'lmoqchiman. Masalan,
Keisha. Keisha degan bizning Keishaning nari emas. Naritaydes. Ha? Masalan. Naritaydes. Masalan. Des qo'ysa bo'ladi. Naritaydes nima? Bo'lmoqchiman. Taydi bilamiz-a? Bunga ham o'tadi nari emas ekan. Bo'lmoqchiman. Masalan, doktor bo'lmoqchimisiz? Ishaning naritaydes. Sho'rayni ishaning naritaydes. Kelajakda doktor bo'lmoqchiman, kelajakda kimdir bo'lmoqchiman degan joylarda azlar bu grammatik strukturdan foydalaniladi. Juda ham muhim. Yana qayerda ishlatiladi, hozir esimga kelganligicha aytdim. Mana shu holatlarda ishlatiladi. Muhimi nari emas fe'lni qanaqa bog'laymiz. Azizlar, mana 19-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizdan o'sha qoladigan narsa, o'sha Minan Nihongi kitobidan 19-darsdagi uyga vazifalarni ishlashingiz kerak bo'ladi. Xudo xolisa uyga vazifalar uchun ham alohida bir platforma qilmoqchimiz. Faqat kirasiz, masalan 19-darsga kirasiz, vazifalarni ishlaydigan. Lekin unga ancha vaqt ketadi hali. Ungacha paka siz o'sha kitobni o'zidan daftarga yozib mashq qilib turing. Qanaqadir savollar bo'lib qolsa, nimalar bo'lib qolsa, shu kommentariyada yozib yuborsanglar, biz YouTube'dagi kommentariyalarga doim javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ajoyib darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.